Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillar, obunachilar. Yaxshimisiz hammangiz, tinchmisiz, sog' salomatmisiz? Bugun 2025-yil 23-aprel. Mana lovyalarimizni qarang. Chopib qo'ydik, ozgina mineral o'g'itidan solib, qarang mana saldatdek tizilishib, qator bo'lib turishibdi mana. ikkitadan ba'zi joylar ikkitadan chiqqan joylarni ikkitadan mana qo'yib chiroyli qilib chopib qo'ydik, yumshoq qilib yumshatib qo'ydik taglarini. Mana hammalari juda chiroyli bo'lib turibdi. Hozir quyosh chiqib turganligi uchun yaxshi kamera olib bera olmayapti. Mana holati juda ham yaxshi loviyalarimiz mana saldatdek tizilishib turibdi. Ana u joyda nima? Haligi gulimiz. Ana, unutib qo'ydim o'rtoqlar. Hozir yodimga tushsa aytaman. Mana bu tomonda mana o'smalarimizni qarang. O'smalarim katta bo'lib qoldi. Mana katta yaxshi holatda. Mana bu tomonda gullarim ochilib, chaman bo'lib, go'zal bo'lib turishibdi mana gullar. Yaqinroqdan olib beray sizga. Ana. Mana bu chiqib turganlar ham gullar. Hademay ochiladi. Bu gullar ham juda ham chiroyli, nozik bo'lib, chaman bo'lib ochiladi. Xudo xolasa ochilganda ko'rsataman, hurmatli o'rtoqlar. Ana bu joyda mana nimalarimiz. Ukroplar. Sarqa joyda bo'lsa ham chiqib turibdi. Mana bu joyda kashnichlarimiz mana juda ham yaxshi. Qarang holatini. Salqin joyda bu olmalarni tagida o'rtoqlar, olmani tagida. Shu salqin joylarni ham bo'sh qo'ymayman-da, mana nimadir bo'ladi-da, bitadi. Hurmatli o'rtoqlar, mana bu joyda endi mana yana o'sha ariq-chaniq atroflariga, chekkalariga ukrop chachib qo'ygan edim, urug'larini. Mana ukroplarimiz ham juda chiroyli bo'lib turibdi mana chiqib. Hademay ishlasa bo'ladi-da, mana qarang endi. Mana bu tomoni mana shu qator boshigacha astralarim chiqib yotibdi o'rtoqlar. Astra chiqib yotibdi mana shular hammasi astra. Salqinligi uchun sekin avj olyapti-da. Mana o'rtoqlar hammasi mana shular astra. Mana bu gulimiz juda tez katta bo'lar ekan bu mana. Qarang. Kechqurun o'rtoqlar rosa bizda yomg'ir yog'di kechasi. Anchadan buyon bunaqa nima deydi? Mama guldirak deydimi? Sizlarda ham shunaqa deyshadimi? Gumbur qasir-qusur bo'ldi. To'g'risi qo'rqdim o'rtoqlar. Juda ham vahimali bo'ldi. Gumbur soat 2larda. Birlardan o'tgan 2lar atrofida bo'ldi menimcha. Rosa yomg'ir yog'di. Yerlar yana suvga to'yindi o'rtoqlar. Mana kartoshkalar o'rtoqlar. Kartoshkalarim ko'z tegmasin, mashalloh deb qo'yamiz. Juda ham yaxshi holati. Yomg'ir yoqqan sari kartoshkalar yashnaydi-da o'rtoqlar. Kechqurungi yomg'irdan keyin yana ham yashnab ketishibdi, qarang. Juda ham yaxshi holat. Mana o'zi suv taraganimizga 10 kunga yaqinlab qoldi. Suv taramoqchi bo'lib turgan edim. Endi yomg'ir yog'ib qoldi. 1-2 kundan keyin suv taraymiz kartoshkalarimizga. Hurmatli opa-singil jonlar. Mana endi bu tomoni mana pomidorlar. Qarang. Pomidor bu cherry pomidorisi mana o'sha gullabdi o'rtoqlar. Avji yaxshi. Endi pomidorlarimizni ham chopib qo'yishimiz kerak. Taglarini yumshatib, chopib, tarashga tayyorlanamiz endi o'rtoqlar. Bu tomoni cherry, bu tomoni Volgograd. Mana bulg'or qalampirlarimiz. Mana holati yaxshi. Mana qalampirlar o'zi sekin avjlanadi o'rtoqlar. Sekin avj oladi.
Mana bu gullarimiz mana salviyalar. Salqin joyda ham bo'lyapti o'rtoqlar. Chunki bu joyga mana navesti pastida bu navestimizni pasti quyosh deyarli tushmaydi bega o'rtoqlar. Mana hozir ham mana qarang. Ana shu ana o'sha yergacha quyosh tushadi. Kechki taraf oz-moz quyosh botayotgan paytida oz-moz tushib qoladi. Bo'lmasa deyarli quyosh tushmaydi. Shuning uchun bu yerlarda masalan pomidor, loviya, bulg'or qalampir ham bo'lmaydi. Guldan boshqa narsa bo'lmaydi. Endi gulimizni ham mana o'tkazib qo'ydik, xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan niyatda. Mana bu tomonda ham bor. O oralarida rayhonlar bor, chumchuqjonlar olib ketishyapti kerak bo'lganda. Yulib olib ketishyapti. Cho'qib. Endi shu yo'q joylariga bugun katarantus gulidan olib chiqdim. Shu katarantus gulidan o'tkazib qo'yamiz. Ana bu joylarga qarang, ana shular salat bargi. O'tgan yil mana shu joylarga ekkan edim. Qarang, bu yil ham bir 4 tup chiqibdi o'sha yerdan. Mana 1, 2, 3, 4. 4tasi chiqibdi. Men urug'ini sochganim yo'q bu yil. O'zi chiqqan. Mana nimalarimiz. Bu nomini hali noto'g'ri aytdim buni. Bu astra bu. Salviya emas, astra gullari mana. Astra sochganman urug'larini. Juda ham yaxshi. Mana bu joyda mana rayhonlar ekib qo'yganman qator qilib. Hozircha mana shu holatda, mana holati, mana bu yer ham nima quyosh kam tushadi bu joylarga ham. Mana endi mana bu joyda ham mana salviya gullarimiz. Mana o naqacha salviya. Katta qilsam, xudo xolasa yozda chaman bo'lib ochilib turadi-da. Mana shu o'tlar, qarang, mana shu o'tlar juda ham yomon o't. Yulib turib o'shaga tashab qo'ysangiz, sekin tomir qadab yana ko'klab ketaveradi. Mana qarang. Juda ham salqin joyda gurkirab o'sadi-da bu o'tlar. Juda ham yomon o'tlar. Endi bu tomonda mana ukungi begoniya gullarimiz ko'z tegmasin, mashalloh. Rosa ajoyib. Qarang, mana bu joylarda yangi mana g'unchalar, mana yangi g'unchalar chiqazyapti. Mana bu joylarda, hamma joylarida g'unchalar chiqazyapti. Holati yaxshi, ko'z tegmasin, o'rtoqlar. Ko'z tegmasin. Mana qolganlari ham yaxshi. Mana bularni ko'paytirib qo'ydim. Sindirib. Mana shu to'zg'oqlardan rosa yopishganda bu gullarga. To'zg'oqlardan. Endi bugun sal uchmay turibdi. Tugadimi? Yo havo salqin bo'lganiga uchmay turibdimi? Uchmay turibdi hozircha. Mana bugungi olib chiqqan gulimiz mana. Mana bu o'zim begona gulim mana, o'rtoqlar. Juda ham yaxshi holati. Mana shunaqa gaplar, o'rtoqlar. Bugungi roligimiz shulardan iborat. Hurmatli opa-singillar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.